Hilol obunachilar, mana biz navbatdagi obyektimizga, ya'ni xonadonga keldik. Bu yerga Hikvision kameramiz 2 megapikselli Liuf gibrid kameralar qo'yilmoqda. Bu kechasi rangli oladi. E+ zvukovой sistemasi bor, ovoz yozish xususiyatiga ega. Bu yerga mana 8 ta lenverimizni qo'yib beryapmiz. 1 terabayt xotira mana. Videoni kuzatib boringlar. Hozir qo'yilish hamda o'rnatib qo'yilgan jarayonlarni ko'rsatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Bunday kechasi ham rangli olish xususiyatiga ega E+ zvukovой sistemasi. Mana biz obyektimizga 2 megapiksellik gibrid kameramizni qo'ydik. Kechasi ham shu darajada rangli oladi. Ovozi ham ishlaydi. Eshitishlar mumkin, bemalol sud ovozigacha eshityapti. Suv kabi bo'ldi. Hilolcom bilan suv kabi bo'ling, do'stlar. Hilolcom bilan suv kabi bo'ling, do'stlar.